Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, bugungi Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan olingan toza liniyalik arashan sog'liqlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rasizlar. Bittadan like bosib, yaxshi komment yozib turinglar. Inshaalloh sizlarga bugungi 3 partiya qo'y qo'yamiz. Toza liniyalik arashan qo'ylarimizni qo'yamiz. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab bittadan like bosib turinglar. Xudo xolasa narxlarini yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilamiz akalar. Mashalloh. Qo'ylarga bitta like bosmasangiz bo'lmaydi bu qo'ylarga. Inshaalloh tozalaridan, simjullaridan liniyalik, toza qonli qo'ylar kelgan. Bugun hafta kuniga yakshanba 23-noyabr 2025-yil. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'zimizning xonadonimizda, Qirg'iziston Bishkekdan o'zimiz borib olgan qo'ylarimizni sizlarga inshaalloh qo'ldan kelgancha to'liqroq va batafsil ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Mashalloh. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'ying. Hammamizning xonadonimizda shunaqalaridan boqishlik nasib qilsin akalar, jonivorlar. Hamma tomonlama ideal birinchi partiyamizga 5 dona fransuz liniyasiga liniya fransuz. Xudo xolasa bularni ham yoshini, bo'yini, hamma ma'lumotini aytib o'tamiz akalar. Dastlabkilari O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin. Buni qo'ylari qaranglar, yaltirashini. Jonivorlar hammasining liniyasiga javob. Xudo xolasa birorta nuqsoni yo'q. Yeb ichishlarida muammo yo'q inshaalloh. Toza narsalar. Beshovi ham, beshovi bir xil. Birinchi bolasini o'zim olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga Xudo xolasa mana akalar eng zo'ri, ranglari ham birin. Yoshlari 6 oylik qo'zilar. Motorishini qaranglar. Garbonosni qaranglar. Mashalloh. O'ta chiroyli qo'zilarni. Olinglar, shunaqasidan so'ragan akalarimiz juda ham ko'p edi. Inshaalloh dastlabkilarni qilib yetkazib beramiz akalar. O'zbekiston bo'ylab buni qaranglar. Garbonos quloqlari hamma tomonlama ideal, chigirtday nuqsoni yo'q qo'ylar. Olinglar mana, zo'ri kelganda olinglar. Ko'pchilik sotilib ketgandan keyin telefon qilyapti. Sotilib ketdi desak, PRmi, u bumi deyishyapti. Biz akalar borini chiqaramiz sotuvga. Xudo xolasa tozasi kelyapti. Inshaalloh akalarimiz olyapti mana. Olinglar mana, zo'ri kelganda Xudo xolasa bosib yuboradigan joyi mana. Narxlari ham $800, unaqa $1000 emas. Bizga narxi yengil keldi. Xudo xolasa yengil sotamiz. Stoykalari hamma tomonlama zo'r. Jonivorlar, kalla bu boshlari, hamma yo'g'i moshnik. Men yurishlarini ham ko'rsataylik. Mana qo'zilar akalar, bir-biridan go'zal, hammasi. Birorta ichida osilgan dumbasi yo'q. Xudo xolasa chigirtday nuqsoni yo'q. Ayb topolmaysiz bu qo'ylardan. Garbonos quloqlari hamma yo'g'i zo'r. Bunaqa qo'zisidan istab yurgan akalarimiz juda ham ko'p edi. Mana shunaqasidan olib kelib ber, uka. Ko'pchilik telefon qilyapti turadi. Olinglar mana. Akalar, va xolasa zo'r. Mashalloh. Qo'zilar ideal. Jonivorlarni qaranglar. Kimga ma'qul kelsa, obunachilar telefon qilaverasizlar. Eng zo'rini, tozasini, elitasini boqaman degan akalarimizga inshaalloh mana kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar akalar. Bularda narxiga keladigan bo'lsak akalar, hop, oxirgi taqalgan narxini aytamiz, ishqibozlariga inshaalloh yetkazib beramiz. Obunachilar, buni akalar 5ovini bir joyga olaman, menga chiqarib yubor desalaring, O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari bor. Inshaalloh bir joyga 5ovini $600 dan dastlabkasini qilib yetkazib beramiz. Ishqibozlari aloqa chiqarasizlar, keyingi partiyalarda ham olib chiqib ko'rsatamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Mana qo'zilar, mana jonivorlar, hammasi zo'r. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga birinchi chiqargan qo'ylarimizni sherigi, Xudo xolasa ulardan ozgina kichikroq bo'ylari, Xudo xolasa 4 ham sifatga o'ta zo'r. 10 tasini bir kishidan olganman, bir qo'radan. Xudo xolasa tozasini, elitasini boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bularni ham narxini yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Buni ham soni 5 ta, 10 tasini bitta olaman desalaring ham sotilaveradi. Bularning yoshi 5 oylik qo'zilar. Mana qo'ylarni qaranglar. Mashalloh. Jonivorlar, ranglari ham, brend, bo'ylari ham hamma tomonlama
idealniy holatda qo'yiladi, qaranglar. Bitta like bosib qo'yinglar, hammamizda xonadonimizda bo'lsin shunaqalardan. Yoshlari 5 oylik, bularda ham liniyasi fransuz liniyadan, kalla garbonoslari, dumba razrezlari hamma tomonlama ideal, yeb ichishlarida muammo yo'q. Xudo xolasa, kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tozasini eng go'zalini boqaman degan akalarimiz, shoshilinglar akalar. Bunaqasini so'ragan akalarimiz juda ham ko'p edi. Yeyishini qaranglar. Hamma tomonlama zo'r, bo'ylari ham, uzunligi ham, dumba razrezi ham, quloqlar joylashuvlari ham zo'r mana. Quloqlarini qaranglar, hamma tomonlama ideal. Olinglar mana shunaqa zo'rga kelib qolganda bosib oladigan joyi aka mana. Xudo xolasa kelishilgan holda mana. Qo'ylar o'ta zo'r, oyoq kengliklari ham o'ta chiroyli qo'ylar. Maqtashga arziydigan qo'ylar akalar. Xudo xolasa telefon qilinglar, dastlabkilarni qilib yetkazib beramiz akalar. Bollarini olib, maza qilib, seleksiya qilib ko'paytirib yurasizlar akalar. Xudo xolasa zo'r hammasi. Bularda akalar narxiga keladigan bo'lsak, oxirgi narxini aytamiz. Xudo xolasa kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Taqalgan narxi $500 dan dastlabkasini qilib yetkazib beramiz. Soni 5 dona bo'lyapti mana. 10 tasini bitta olgan odam maza qiladi ama. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Jonivorlar hammasi zo'r. Mana turishlarini qaranglar. Aloqaga chiqaverasizlar, keyingi partiyaga ekitish qo'ylarimiz bor. O'shalarni olib chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz aka. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga xudo xolasa ekitishidan so'ragan akalarimizga ekitishidan olib keldik mana. Qo'ylarni qaranglar. Oyoq qo'li uzun-uzunidan so'ragan akalarimiz, ekitishidan so'ragan akalarimiz juda ham ko'p edi. Xudo xolasa mana olib keldik. Jonivorlarni qaranglar. Hammasi qo'zidan ekitishga o'tgan, ichida yaxshi liniyali qo'chqor yurgan. Xudo xolasa olinglar mana maza qilib, bollarini olib, seleksiya qilib yurasizlar akalar. Jonivorlar hammasi oyoq qo'li uzun oyoq qo'li baquvvat. Xudo xolasa kalla garbonoslari, quloqlari hamma yo'g'i zo'r mana. Jonivorlar, mashalloh. Hamma tomonlama ideal qo'ylarni qaranglar. Ranglari ham brend, 5ovini bir joyga olib boqing mana. Xudo xolasa yaxshi baraka topasiz. Qo'ylarni hammasini quloqida sirg'asi bor, Qirg'iziston Bishkekdan olingan toza qonli qo'ylar. Xudo xolasa kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Eng zo'rini tozasini boqaman degan akalarimizga. Hammasi qo'zidan endi ekitishga o'tgan. Xudo xolasa hammasi birinchi qoringa bo'g'az. Yaxshi liniyali qo'chqordan qochgan qo'ylar. Xudo xolasa hammasi zo'r. Qo'ylarni qaranglar, uzunligi ham uzun, hamma yo'g'i zo'r. Ishqibozlari telefon qilinglar, dastlabkilarni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Bularning ranglarini ham qaranglar, qo'ylar bir xil hammasi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, buni oxirgi 5ovini bir joyga olaman degan akalarimizga $600 dan dastlabkasini qilib yetkazib beramiz. Telefon qilinglar, xudo xolasa xayrini qilib, chiroyli qilib o'tadigan joyi bor. Bugunga mana 3 partiya qo'ylarimiz bordi. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni berdik. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar, ishqibozlariga sotiladi. Like bosib, kanalga obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin akalar. Tozasini boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar, shoshilinglar akalar. Mana eng zo'rlar.